Mercedes-Benz W124 i500 xalq tilida Valchok nomi bilan tanilgan afsona. Nimaga aynan bo'ri laqabini olgan? Chunki ko'rinishi oddiy 4 ta eshiklik oilaviy sedan, lekin kapot ostida 5 litrlik maxluq. Bir 1988-yil BMW afsonaviy i34 M5 taqdim qilgan va yumshoq qilib aytganda hammani lol qoldirgan. Mercedes qanaqa bo'lsa ham javob qaytarish kerak edi. O'sha paytda moddiy jihatdan qiynalib turgan Porsche bilan birgalikda aynan shu i500 Valchok taqdim qilishgan va Valchok odamlarga shunchalik yoqqanki, bundan keyingi chiqqan 210-kuzovdagi Valchok unchalik sotilmagan. Mercedes-Benz W124 chiqardi va orqasidan bosib zapchasini chiqardi. Mashina zo'r sotildi, lekin zapchaslari unchalik ham ketmadi. Sababi mashina deyarli buzilmas edi. Avariya bo'lmasa, zapchas sotilmas edi. 124-kuzov qanaqa motorlarda chiqmagan? Juda ham ko'p motorlarda chiqqan. 2 litr, 2.2 litr, 2.3 litr, 2.5 litr, 2.6, 2.8, 3.2, 5 litr, aynan shu mashina 5 litr. Va 124 noyob Hammer versiyasi, ya'ni Hammer AMG versiyasida 3.4, 3.6, 5.4 adashmasam va 6 litrda chiqqan. Meni fikrimcha aynan shu Hammer versiyalaridan keyin Mercedes-Benz AMG kompaniyasini sotib olishga qaror qabul qilgan. Luc Bessonning Taxi filmini eslaydigan bo'lsak ham, shu mashinani dorestyling versiyasi chiqqan. Ishlar qalay? O'zingizni Schumacher deb hisoblayapsizmi? Xo'sh, trassada yurish qalay? Bu poyga mashinasimi? Mercedes ham mashina bo'ptimi? Mercedes ham mashina bo'ptimi? Shu so'zdan keyin Mercedes filmni sudga bergan. Garajda hali bunaqa noyob mashinalar ko'p, aytilmagan informatsiyalar ham ko'p. Mashinani egasiga kattakon rahmat Olovuddin akaga. Aka, keyingisi qanaqa bo'ladi mashina? Qizib o'tgan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, shu aytsin qaysi garajimizga mashinani ko'rgiliga kelishyapti, obzorini shuni qilib ko'rsatib beramiz. W124 Valchok. Kimnidir garajda u chang bosib yotibdi. Kimlargadir esa hali ham orzu. Bugun uni eskildi deyshadi, lekin aslida u afsona. Afsonalar esa hech qachon o'lmaydi.